Azizlar, xayrli kech. 1-oktyabr yakunlanib, 2-oktyabr boshlanmoqda. Onajonimizni xursand qilish uchun kelganmiz. Avror Sengar bilan birgalikda onajonimizni xursand qilamiz, duolarni olamiz. 5 nafar farzandli chiroyli surprizlarni tashkillashtirgan albatta yetkazamiz. Har tomondan chiroyli qo'shiqlarni eshitamiz. Mana shunday. Merhaba. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Yaqosizlik borligingiz nurdim, yo'llarimga zorligingiz nurdim. Bugün onajonimizning tug'ilgan kunin tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz onam sizga baxtlar muborak. 100 yil yashang, istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga. Turibman qaddim kirib, g'urur soyasida. Yuribman davra surib, dadamni soyasida. Ravon umr yo'llari, gulzor kun sonlari, ko'kaytar bo'ylari. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yashladim tezmadim, dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh-pishlar savlatim. Tirikligi davlatim, osh-pishlar savlatim. Onam mening jannatim, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Ko'kaytar bo'ylarim, dadamni soyasida. Qaddi bir qoyaman, dadamni soyasida. Men badavlat bo'laman, dadamni soyasida. Shamollarda shaftim bor, shahzodadek taqsim bor. Boshim samo, ko'nglim shod, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yashladim tezmadim, dadamni soyasida. Ko'kaytar bo'ylarim, dadamni soyasida.
qarsaklar bo'lsin. Rahmat ayting. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Onajon, otajon, assalomu alaykum. Sizlarni tabriklab keldik. Bugun kechga qaramasdan izoda qilib, albatta faqat topishingiz kerak kim nomidan kelganligingizni. Kim deb o'ylaysiz? Mana shunday xursandchilik kuni boshlanishida kim sizlarni xursand qilishga harakat qilyapti deb o'ylaysiz? Qaysinisi? So'ni ayta olasizmi? Taxmin qilib ko'rasizmi? Qaysi bo'lishi mumkin? Zokir bizni. Zokirdan boshqa yo'qmi? Qarsaklaringiz bo'lsin. Albatta barcha farzandlaringiz mana shu yerda. Zokir akamiz boshchiligida, Shokir akam, Faxriddin akamiz uzoqda bo'lishiga qaramasdan Sayfiddin akam bilan birgalikda, Feruza opamiz, albatta qolaversa Asadbek sizning nabirangiz, otajonimiz, 4 nafar keliningiz bor mana shu yerda, nabiralaringiz barchasi albatta siz uchun harakat qilyapti. Biz ko'p tayyorgarlik ko'rdik, akam bilan gaplashdim, bundan bir necha kunlar ilgari opam bilan gaplashdim. Barchaligi qanaqangi so'zlar yetkazib qo'yaman deganimda birinchi galda bizning onajonimizni bugun tavil tayyomlari. Lekin rahmat aytishni biz otajonimizdan boshlamoqchimiz, chunki Allohga shukr qilamiz, hozir eng baxtli hayotda yashayapmiz. Mana shunday baxtli hayotga yetib kelishimizning sababchilari otajonim, onajonim albatta. Mana shu insonlarni mehnati bilan, bergan tarbiyasi bilan, bizga qilgan barcha yaxshiliklar bilan mana shu hayotga yetib keldik. Rahmat aytamiz. Ko'p qiyinchilik kunlar bo'ldi, mashaqqatli kunlar bo'ldi. Zokir akam aytayapti, men bosh farzand bo'lganimga barchasini o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Ba'zi vaqtlari mana shunday tug'ilgan kunlarni, tabrik tayyomlarni nishonla olmayotgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Ana endi onajonimning har bir kunlari bayram bo'lsin. Mana shu tabrik tayyomlari xursandchilik bilan boshlansin deya albatta niyat qilishgan, albatta siz uchun harakat qilyapti. Qolaversa sizni barcha farzandlaringiz, onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Borligiga shukr qilamiz. Dadajonim bilan birgalikda umrlari uzoq bo'lsin. Vaqtimizga doimo sog' bo'lsin. Qo'sha qarasin ilohim. Dadam, ayam, dunyo turgancha tursin ilohim. Faxrlanamiz mana shunday insonlarning farzandi ekanligimizdan albatta. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Ham dadamga, ayamga eng xursandchilik kunlarni, baxtli kunlarni ko'rsatamiz deya albatta harakat qilyapmiz. Qolaversa, Faxriddin akam, Sayfiddin akam bizning onajonimizga, mehribonimizga juda ham qattiq yaxshi ko'rishimizni, juda ham sog'inganimizni yetkazib qo'ysangiz. Juda ham sog'inganmiz. Hali ketganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin mana shunday chiroyli davlatda bo'lishimizga qaramasdan mana shu yerda baribir onamning mehri, sog'inch qiynaydi. Vaqtimizga doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Biz uzoqda yursak ham, ko'chada yursak ham, ishda bo'lsak ham, qayerda bo'lsak omadlimiz, barakalimiz, baxtlimiz. Chunki bizga mana shunday ota tarbiya bergan onajonim bizni o'ylab duo qilib turganligi uchun mana shunday darajada yuribmiz. Albatta sog' bo'lishsin, baxtimizga omon bo'lsin. Sizni qizalog'ingiz albatta Feruza opamiz. Hayajonim bu hayotda meni dardkashim, dugonam, ham opam, ham singlim, ustozim, jonim og'riganda shifokorim onam. Kim kerak bo'lsa barchasini onajonimdan topganman. Meni hech kimga muhtoj qilmasdan, hech kimga xafa qildirmasdan mana shunday voyaga yetkazganligi uchun rahmat aytaman. Sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Siz uchun bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan, albatta u barcha farzandlaringizni Alloh qabul qilsin. O'stirdingiz birovlardan kam qilmasdan, bobam deya ko'zimizni nam qilmasdan, yashadingiz bizlarni deb tan bilmasdan, ota-onam boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Ota-onam boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etar siz bo'lsangiz. Tashvishlarim uzoq ketar siz bo'lsangiz. Biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetar siz bo'lsangiz. Onajonim, mehribonim boringizga ming shukronalar deya albatta mana shu she'r sizni farzandlaringizni albatta chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin onajonim uchun. Sog' bo'ling. Qolaversa sizni kelinlaringiz sizga rahmat aytyapti.
onajonimizni biz qaynona demaganmiz, shu vaqtgacha biz o'zimizni onamizdek, chunki bizni o'z qizlaridek qabul qilgan, har doim yaxshimizni oshirgan, yomonimizni yashirgan. Ana shu insonga rahmat aytamiz har doim. Bizni baxtli yashashimizni o'zimizdan ham ko'proq istaydigan birgina inson onajonimiz. Sog' bo'lsin baxtimizga. Onamiz o'rnida onamiz, bizni ikkinchi onamiz bu hayotda. Doimo omon bo'lsin baxtimizga. Sog' bo'lsin bizni to'ylarimizda, hali nabiralarning to'ylarida bosh bo'lsin otajonimiz bilan birgalikda albatta. Sizga rahmat aytyapti albatta. Qarsaklar bo'lsin, kelinlar inshaalloh. Rahmat. Albatta sizning jigarlaringiz mana shu yerda biz kelishimizdan avval sizni kutib turibdi albatta. Xursand qilmoqchimiz, bizni jigarimiz, eng yaxshi ko'rgan jigarimiz deya albatta. Sog' bo'ling, mana shu jigarlarning vaqtiga omon bo'ling. Mana shu farzandlarning, nabiralarning rohatini ko'ring ilohim. Kelgusi yillarda ham mana shunday xursandchilik bardavom bo'lsin albatta. Kelgusi yillarda buni katta tantana qilib barcha yaqinlar bilan birgalikda nishonlashni nasib etsin ilohim. Albatta siz uchun dunyodagi eng chiroyli guldastalarni farzandlaringiz olib kelishgan albatta. Farzandlarni taklif qilamiz, kelgan onajonimizni yuzlaridan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz albatta bugun bayram. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Qani kelinglar marhamat. Shu farzandlaringiz tomonidan ayollar uchun eng ideal bo'lgan sovg'a. Tilla taqinchoqlar bitta chiroyli qarsaklar bilan topishamiz. Onajonimiz uchun albatta. Qani marhamat. Albatta yana farzandlaringiz tomonidan tilla taqinchoqlarini qabul qilasiz. Marhamat. Mana shunday bayramona shirinliklar bor albatta siz uchun. Farzandlaringiz tomonidan qabul qilasizlar. Birgalikda topishamiz qarsaklar. Qani marhamat. Kelinglar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shamshiroqlar o'chiramiz. Nabiralar qani marhamat. Tabriklaymiz. Hali rasmlarga navbat beramiz. Mana shu yerda albatta 4 ta singlingiz bor.
Chiroyli tilaklar bo'lsa eshitamiz. Jigarlardan onajonimizga atalgan chiroyli tilaklarni kimdan boshlaymiz? Ana, kelinglar birgalikda. Hamma kelsa birgalikda esdalik chiroyli fotosurat bo'ladi jigarlar bilan birgalikda. Kelinglar. Kelinglar, birgalikda. Hammasi kelsin. Birinchi chiroyli tilaklarni yetkazamiz, yo'ting. Kimdan boshlaymiz? Kimdan eshitamiz? Opacha, mana shu tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bizlarga bosh bo'lib yuring hamisha. Umringiz uzoq bo'lsin. Pocham bilan qo'sha qaring. Mana shu yaxshi tilaklar hamisha sog'ligingiz, tinchligingiz, mana shu nevara-chevaralar atrofida hamisha parvona bo'lib yuring. Rojona bo'lib yuring. Eng kamida. Opacha, avvalambor onam o'rnida ona bo'lib bosh bo'lib qolgansizlar. Sog' bo'ling, tabriklaymiz yana bir bor. Hamisha doimo yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib yuring. Meni eng siz yaxshi ko'rasiz-ku, siz shogirdim deysiz, bu she'ringiz bilan. Gullardan-da go'zal insonim, beg'uborim, mehri osmonim, qadrdonim, yaqin insonim, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Oramizdan qochsa-da gaplar, burishsa-da ne yuz ne aftlar, buzilmasin tizilgan saflar, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Barchamiz insonmiz, barchamiz ojiz. Bir-birimizni kechirmoq joiz. Doimo baland biling qadringiz, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Rahmat. Marhamat. Chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, farzandlarga chiroyli duo qilib berasiz, otajon marhamat. Yuzlar yakal yura. Meni baxtimga, bolalar baxtiga sog'. Allohim. Bizlarga bo'lib qoldi, shunda bir qo'rqyapti. Meni qidirtirib berar ekan. Rahmat, sog' Kattaga rahmat va albatta mehr muhabbatni rayamiz bu sevinch ko'z yoshlari albatta ilohim ko'z tegmasa mana shunday. Albatta necha yil bo'ldi o'zi mana shu sinfdoshlikdan so'ng mana shunday baxtli turmushga. Necha yil bo'ldi? 42 yil bo'ldi. 42 yil. 42 yil, 40 yildan oshdi, 45 yilga yaqin. Bundan keyin yana 40 yil yoki 100 yillik hali mana shunday yubileylar deymizmi, mana shunday bayramlarda uchrashishlik nasib etsin ilohim. Ana shunday ham siz chiroyli duo qiling Allohim. Yetkazsin shunday yaxshi kunlarga Allohim. Ana endi farzandlardan tilaklar bo'lsa eshitamiz hali. Keling, ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa, tog'amiz. Ilk tog'am. Bollari deyapti, tog'am meni Opajon, bizlar baxtimizga sog'. onajon de, opa. Bundan boshqa o'zgarish bormi? Charchamang. Bizlar baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha mana shu kulib yuring. Sizlar ham sog' bo'linglar. Dadang bilan qo'sha qarisin. Qarsaklar bo'lsin, rahmat. Rahmat kattaga. Ilohim mana farzandlarim, nabiralar baxtiga doimo sog' omon bo'ling. Ana endi onajon mana shu yerda sizning jigarlaringiz, qolaversa barcha farzand nabiralaringiz siz uchun harakat qilyapti. Mana shu farzandlarga rahmatlaringiz bo'lsa, jigarlaringizga qolaversa chiroyli duo qilib berasiz albatta. Marhamat. Xotir beradi.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz jigarlarim, farzandlarim, nabiralarim. Sizlarga eng avvalo rahmat aytaman. Men kutmagandim, to'g'risi. Mehmon keldi dedi, yarim oqshom mehmonga nima bor ekan? Ertalab kelsa bo'lmaymi mehmon deb ba'zir keldi. Voy shuncha mashina mehmon kelib, endi qayerga boramiz bular? Hammasi uchun rahmat. Quvonchim ichimga sig'mayapti. Hammasini birdek yaxshi ko'raman. Jigarlarimni ham, farzandlarimni ham, meni kelinlarim ham, singillarim bo'lib ketgan meni ukamni kelinchaklari ham. Allohim hammalarini sog' bo'linglar. Rahmat deyman, boshqa nima? Tashakkur. Tashakkur. Hammangga minnatdorman, rahmat. Sherxonlikdan. Sherxonga o'z hayajondaman, shunday quvonyapman. Bir yog'i hayajonlanyapman, shunday. She'rlarim esda. She'rlarim esda tushib ketdi. Tayyorgarlik yo'q, uyqudan turib kelyapman. Rahmat, hammasi uchun rahmat qisqasi. Katta rahmat. Avvalo onajon sizlarga rahmat aytamiz. Mana shunday farzandlarni mehr-oqibatli qilib tarbiyalaganingiz uchun rahmat aytamiz. Qolaversa, farzandlarga ham rahmat aytamiz. Farzandlardan qaytsin bu qaytar dunyo albatta. Bunday e'tibor topishlik, rahmat eshitish har kimga nasib etsin farzandlar tomonidan albatta. Nabiralarning baxtiga doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytganimizdek, to'ylarda hali mana shuncha nabiralarni, chevarlarni to'ylarda bosh bo'lib turing. Mana shunday duo qilib turishlik sizlarga nasib etsin, ilohim. Bir chiroyli duo bo'ldi. Kamida hojona bo'ling, ilohim. Allohning baytini ziyorat qilib mana shu ostonada farishtadek hojona bo'lib kelganingizda sizdan duo qiling, ilohim bizga ham nasib etsin. Rahmat hammaga. Yana tilaklar bo'lsa, nabiralarda she'rlar bo'lsa, eshitamiz mana shunday xursandchilik kunda. Qani? Bina borchi? Bina bor. Kim she'r aytib beradi? Qilaman, kes Saliha. Salihani uyg'otolmaydi. Bina qilib yotuvdi-ku bu bina. Xo'p. Xo'p, unda marhamat qilib barcha yaqinlarni birgalikda esdaliklar, chiroyli fotosuratimizni barcha birgalikda. Farzandlar, yaqinlar, so'ng alohida oilaviy fotosuratlar bo'ladi, marhamat. Ana endi chiroyli raqsga taklif qilyapsiz. Mana shu yerda barcha azizlar bilan birgalikda raqsga tushamiz albatta bugun bayram. Xo'p. Sayfiddin akamizni albatta onlayn tabriklarni eshitamiz. Sayfiddin aka, marhamat va sizni eshityapsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Sayfiddinning kattasi ham bor. Nasib. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz tug'ilgan kunlar bilan. Rahmat, Nasib, rahmat katta. Uyga kirib yuring, nevaralarimiz boshqa omon bo'ling. Rahmat, Nasibjon, rahmat. Ha, Sharof akam bilan qo'sha qarim. Ha, mana qo'sha Nima uzoqda turibsiz? ko'ryapsizmi? Mana qo'sha qarib turibdi. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Yaxshilarmi? Ha, yaxshi, o'zlaringiz yaxshi. Qani Sayfi? Shu yerda Sayfi. Bizlar ham Sayfidinimiz mana ijtimoiy qilyapmiz. Bir Sayfi Men yo'qman, men islamayman. O'tiraverasiz. Bosh o'rinda. Bosh o'rinda. Faxri qani Faxri? Faxri Moskvada. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammalarga, e'tibor uchun rahmat. Hammasi Alloh qo'ysin. Duo Bizga qiling. bir o'yin qilinglar endi. Endi ba'zi qismiga o'tyapmiz, Nosir. Soching tushib tamom bo'libdi Sayfi. Rahmat. Xarsanglar bo'lsin akalarimiz uchun albatta. Sog' salomat bo'lishing, salomatlikda bag'ringizga yetib kelsin, ilohim. Allohim shunday. Ana endi marhamat raqsga taklif qilamiz aytganimizdek albatta. Sizlar uchun otajon, onajon, sizlar uchun talablar vino mana shu tarona marhamat. Birgalikda. Mana yetdi. Tugamas siz uchun aytilar rahmatim, biz uchun haromda quvonchga to'lingda 80
ko'rsatyapti. Biz tabriklaymiz. Xursandchilik albatta avjida bo'lishingiz mumkin. Kuzatuv. Selam hoş آمده Kavralarını böyle diyor bagi, hazırlar